Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar? Bugun yaxshi xushxabar bo'ldi. Yaqin do'stlarimiz O'zbekistondan uy olishibdi. Hormeylar deb bir yo'qlagani keldik. Birinchilardan bo'lib O'zbek mahalla yangi qurilayotgan mahalladan Xudo xolasa yomon havas ketdi. Yangi qurilayotgan uylardan mana bir garaj 480 ming dollarga bitibdi. Xudo xolasa 480 ming dollar, 4 ta xona, 3 ta hojatxona vannasi bor. Xullas oliy to'lovlari ham svet gazlari bilan примерно 4 ming dollardan tushibdi-da. Bizniki mana kvartiram 1800 dollar. Plus svet 200 dollarga boradi. Bu mana birinchi chap qo'ldagi mehmonxonasi bo'lyapti. Bu mana zal. Kirganda bu yoqqa mana oshxona. Ammo dahshat. Bu yerda endi xolodilnikda o'rni. Xudo xolasa bu yerda mana anaqa narsalar bor ekan. Kladovkaga o'xshagan. Yaxshi ko'rgan svetlari bor. Oshxonaning kerakli narsalar, produktlar, qo'shimchalarni joylab qo'ysa bo'ladi. Bu yerda mana gazovoy pulti. Bu yerda mana idish yuvadigan nimasi, rakvina. Xullas oshxona, bu yerda shkafchalari. Bu yoqqa mana zal. Bu yoqqa zal. Bu yoqqa mana havli tomon. Eng go'zal joyi orqasi, havlisi ekan. Balladdes, lekin yomon havasi ketdi boru. Xullas bu mana zal, birinchi etaj. Bu mana chap qo'lda kichkina qo'shimcha xonasi ekan. Gastovoyga o'xshagan. Bu yerda mana birinchi hojatxonasi. Lekin gap yo'q, lekin mana svetlari ham bor. Dahshat. Havasi ketdi lekin. Bu yer mana garaj. Garajdan chiqish, kirish. Bu yoqqa mana podvalga yo'l. Bu yoqqa podval. Podvalni ko'rsatmasi asosiysi mana. Salkam 4 ming dollardan atrofidan tushar ekanda общий to'lovlari. 30 yilga ertaroq to'lab zo'rsa ham bo'ladi. Bizniki yaxshi 1800, svetlari bilan 1900-2 ming dollarga boradi. Xudo xolasa nasib qilsa, marasa havasi ketdi. Короче, значит, bu birinchi xona, ikkinchi etajda mana pastdagilar o'zi xona hisoblanmaydi. Bu yerda Amerikaning hisoblashi bo'yicha birinchi xona. Birinchi xonani mana bu yerda mana shkafchalari bor. Bu yerda closet deydi. Mana kiyim-kechak uchun. Har bitta xonada shunaqa qo'shimcha xonalari bo'ladi kiyim-kechak uchun. Mana birinchi xona. Bu yerda mana rakvinasi ekan. Birinchi rakvina, ikkinchi rakvina bo'lyapti. Nariyada faqat hojatxona edi. Bu yerda rakvinasi bilan birga ikkinchi rakvinasi bilan qo'yamiz. Bu yerda mana ikkinchi xona. Ikkinchi xonani ham mana shkafchasi bor. Closet deyshadi. Ancha narsa sig'ib ketadi bu yerga ham. Bu mana zal, ikkinchi etajdagi. Bu xona hisobida emas. Onu qarang, bu yerda ham nima bor ekan, shkafchasi. Closet bor ekan bu yerda ham. Dahshat u вообще. Havasni orqasidan hasad ketyapti deydi-yu. Mana bu 3-xona, значит. 3-xonani mana shkafchasi, closet xonasi, 3-xona bu. Mana yangi uylar. Egasidan intervyu olaylik desak, deydi-da, nima deydi boshqa. Короче, bu yer
Mana kir yuvadigan xonasi bu yer. Kir mashina turadigan. Mana kir mashinasi ham kattagina joy. Kir mashina uchun ham. Xo'p, bu mana значит 4-xonasi. 4-xonasi vashshi katta ekan, lekin boru vashshi bomba chiqibdi. Короче, bu yer mana klozet ekan bu yer. Vashshi bitta xona-yu salkam ya. Hammol sauna qilsa ham bo'lar shekilli bu yer. Vashshi katta ekan bu. Bu yer mana hojatxona, rakvina. Oho, vashshi-yu bu yer. Qaranglar, bu yerda ham bitta shkaf bor ekan mana. Shkafchasi, hammomning o'zini alohida shkafchasi ham bor ekan. Rakvina, bu yer unitaz. Молодец, lekin shkafchalari bor ekan bu yerda. Qoyil. Naryoqda xona bor ekan. Bu yerda ham bor ekan shkafcha xonasi. Klozet xonasi ham bor ekan bu yerda. Qoyil lekin. Lekin gap yo'q chiqibdi boru. Mana 2-etajdan orqa taraf. Naryoqqa yana qurilish bo'lyapti ekan. Mana orqa tomon hovli. Voh, omadini bersin olgan odamni. Tashqaridan ham bitta olamiz, xudo xolasa videoga. Yog'iga pauza qilib turamiz. Tashqarisini olamiz endi, xudo xolasa. 4 xona, 2ta hammom, rakvina, unitaz, keyin bitta alohida yana unitaz. Xullas 3ta hojatxona, 4ta xona O'zbekiston markasi bo'yicha примерно 8-9 xona bo'lib ketyapti, bilmayman. O'zi bu yerda markasi bo'yicha 4 bedroom, 3 bathroom, ya'ni 4ta xona, 3ta hojatxona deyiladi. Tashqaridan ham bitta olamiz endi. Xullas, mana tashqari tomon eng zo'r joyini aytaymi? Boru tepada qo'shni yo'q, pastda qo'shni yo'q. Qo'shni bo'lsa ham faqat chereza bor. Zaybal bo'lganman qo'shnilardan boru. Tepadagi qo'shni, pastdagi qo'shni, dupur tinchlik yo'q. Unisi u deydi, bunisi bu deydi. Voh, havasi ketdi, lekin olgan odam mazasini qilsin, Alloh xayrli qilsin. Bomba uylar ekan, lekin bu tomoniga bitta terrasa qilib olaman deyapti. Endi xudo xolasa Alloh kuch-quvvat bersin. Uylarning asalligini. Nima deysizlar? Qalay bo'laveradimi uy? Menga to'g'risi bor-u, yaxti. To'lovlari ozgina qimmat-u, endi xudo xolasa Alloh kuch-quvvat bersin, kimga qanaqa. Lekin menga yaxti. Mana asal. Alloh kuch-quvvat bersin. Tepada qo'shni yo'q, pastda qo'shni yo'q. Zal sabim bop ekan. Xudo xolasa bizga nasib qilsin. Zaybal bo'lganman men ham qo'shnilardan, tepa qo'shni, yon qo'shni. Qo'shni bo'lsa ham chereza bor-da, mana. Bu liniyasi ekan qo'shnilarniki. Shunaqa gaplar. Fikringlar aytaverasizlar, xudo xolasa. $380,000, примерно 260 kvadrat atrofida, 2650 square feet. Oylik to'lov примерно $4,000 tushibdi-da. $380,000. 4 xona, 3ta hojatxona, podvali bor. Ular shunaqa. Salomat bo'linglar, duo qilib qo'yinglar. Egasini ham.